Bugungi mavzuyimiz o'smir yoshdagi nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarga musiqiy ritmik ta'sir. O'smirlar nutqidagi nuqsonlarga musiqiy ritmik ta'sir. Ushbu taqdimotda o'smirlar nutqidagi nuqsonlarni musiqiy ritm orqali tuzatish usullari haqida ma'lumot beriladi. Nutq nuqsonlarining ta'rifi, turlari, usullari hamda ularni bartaraf etishda musiqiy ritmning afzalliklari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, turli metodikalar, mashqlar va amaliy tavsiyalar ham o'rin olgan. Ushbu ma'lumotlar ota-onalarga, o'qituvchilarga hamda logopedlarga yordam berishga qaratilgan. Nutq nuqsonlarining turlari va ularning sabablari. Nutq nuqsonlarining turlariga dizartriya, duduqlanish, rinalaliya, talaffuz buzilishlarini misol qilib olish mumkin. Ularning sabablari biologik omillar, ya'ni genetik, nevrologik, psixologik omillar, ya'ni stress hamda travmalar, ijtimoiy omillarga turli xil muhitlar hamda ta'lim sababli kelib chiqishi mumkin. Nutq nuqsonlari o'smirlar orasida keng tarqalgan muammo bo'lib, ularning kelib chiqish sabablari xilma-xildir. Musiqiy ritmning afzalliklari ular mushaklarni rivojlantirish, nafas olishni yaxshilash hamda artikulatsiya va talaffuzni yaxshilashga yordam beradi. Musiqiy ritmik mashqlar va o'yinlar, ritmli qo'shiqlar, musiqiy asboblar hamda harakatli o'yinlardir. Ritmli qo'shiqlar talaffuzni yaxshilash uchun, musiqiy asboblar esa baraban hamda turli xil mashqlardan foydalanish mumkin. Harakatli o'yinlarga raqs hamda gimnastika mashqlarini misol qilib olishimiz mumkin. O'smir yoshdagi bolalarga ta'sir o'tkazishda qo'llaniladigan metodikalar va texnikalar ham mavjud. Bularda birinchisi logopedik ritmika, ya'ni nutqni ritm bilan bog'lash orqali, ikkinchisi vokal terapiyasi, ovozni to'g'ri ishlatish orqali, uchinchisi musiqiy terapiya, musiqa orqali davolashdan iborat hisoblanadi. Nutq nuqsonlarini tuzatishda logopedik ritmika, vokal terapiyasi, musiqiy terapiya kabi metodikalar qo'llaniladi. Logopedik ritmika nutqni ritm bilan bog'lashga yordam beradi. Vokal terapiya esa bu ovozni to'g'ri ishlashini o'rgatadi. Musiqiy terapiya hamda musiqa orqali davolash uchun turli xil qo'shiqlardan foydalanish hamda ularni qo'llash mumkin. Individual hamda guruhli mashg'ulotlarda o'smirlarning ehtiyojlariga mos ravishda tashkil etilishi va ularning nutqini yaxshilashga qaratilishi kerak bo'ladi. Mashg'ulotlar jarayonini tashkil etish, mashg'ulotlarning davomiyligi, materiallar hamda jihozlar bilan ishlash, bunda zarur materiallar hamda jihozlarni tayyorlash kerak bo'ladi. Rejalashtirish, mashg'ulotni rejalashtirish hamda uni olib borish vaqt reglamentini to'g'ri hisobga olishdan iborat. Individual xususiyatlar, har bir o'smirning individual xususiyatlarini hisobga olish kerak bo'ladi. Mashg'ulot jarayonini to'g'ri tashkil etish nutq nuqsonlarini tuzatishda muhim ahamiyatga ega. Mashg'ulot vaqti va uning davomiyligini belgilash, zarur materiallar hamda jihozlarni tayyorlab, mashg'ulotni rejalashtirish va olib borish, har bir o'smirning individual xususiyatlarini hisobga olish, bularning barchasi mashg'ulotning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Tadqiqotlar va natijalar. Olib borilgan tadqiqotlarda 85% musiqiy ritm bilan yaxshilanish, 70% esa talaffuzdagi aniqliklar, 60% duduqlanishning kamayishiga olib kelgan. O'tkazilgan tadqiqotlarda musiqiy ritmik ta'sirlarning nutq nuqsonlarini tuzatishdagi samaradorligini tasdiqlab o'tadi. Yuqorida aytganimizdek tadqiqotlar natijasiga ko'ra musiqiy ritm bilan mashg'ulotlar o'smirlarning 85% nutqning yaxshilanishiga olib kelgan, talaffuzdagi aniqlikning 70%, duduqlanishni esa 60% ga kamaytirgan. Ushbu statistik ma'lumotlar musiqiy ritmning nutq terapiyasidagi ahamiyatini ko'rsatadi. Amaliy tavsiyalar. Ota-onalarga farzandini qo'llab-quvvatlash hamda sabrli bo'lish tavsiya etiladi. O'qituvchilarga esa o'smirlarga sinfda qulay muhit yaratish, logopedlarga musiqiy ritm elementlarini nutq terapiyasiga kiritish. Nutq nuqsoni o'smirlarga yordam berishda ota-onalar, o'qituvchilar hamda logopedlarning roli muhimdir. Ota-onalar farzandlarini qo'llab-quvvatlashi, ularga sabrli bo'lib, logoped hamda o'qituvchilar bilan hamkorlikda ishni olib borish kerak bo'ladi. Muvaffaqiyatli loyihalar va tajribalar. O'zbekistonda
maktablarda logopedik ritmika darslari, xorijda musiqiy terapiya markazlari, natijalar esa nutqning yaxshilanish hamda ijtimoiy moslashuv. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, musiqiy ritmika kelajak tadqiqotlar hamda rivojlanish ahamiyati esa yordam berish hisoblanadi. Shu bilan bugungi mavzuyimiz tugadi.